Bu işimiz 5 hücumda. Şu joyimizda boshlaganmiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Bugun biz shu yerda joyimiz qurmoqqa kelganmiz. Samanlay quydirib qo'ygan ekanmiz buni. Aslari ko'rinib turib buradan. Bir qator suv olib ketgan. Hamma shunday o'tir. Akamiz aytadi, issiq suv qumman turmayotir deydi. Hozir ham meni sam o'tiradi. Ayak kirib ketadi. Ko'ylar yetib teshilib netyapti. Ularımızga xohlasa penalonmaz ishlarini qilib beramiz. Chiroyli etib garantiyalarni xudo xohlasa issiq suv ham voshiga o'tmaydi. Kimga shunday penalonmaz xizmatlari kerak bo'lsa, o'zingizga telefon qilaverasizlar. Ishlarni sifatli, chiroyli qilib bajarib beramiz. Yine penalonmaz ishlataman deb yurgan tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'yasizlar. Like bosib ketasizlar yana. Şöyle. Podpiska bo'lib qo'yishdan unutmanglar. Xohlasa buradan bitgan videolarni tashlab beramiz. Müşavvirlarning rekalarini qo'yib, xudo xolasa qo'yib beramiz. Bonusini qo'yib berib pishirdi. Taxlab qo'yib beramiz bonusini. Bunun bahasına kelib olmasak 5 santisini 35 ming so'mdan 10 santisini 60 ming so'mdan qo'yib yuribmiz. Ko'proq ob'yom bo'lsa kelishtirib qo'yib beramiz. Bu akamizga ham normalni kelishtirib qo'yib beryapmiz. Telefon qilaverasizlar. Samanlaydan bahası berur. Santi şu tuzoqlari 30 ming so'm pul bo'lib turibdi. Bir etaj. Xudo xolasa o'zingizga telefon qilsangizlar, kelishtirib samanlaydan bahasini ham qilib beraveramiz. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, jo'rlaringizga tanishib